Chet elda yuribdi, xohlagancha sayyor Qiz yuribdi. bolani deydi, shunaqa ham yaxshi ko'raman deydi. Vatanni sog'indik. Xudodan deydi, yig'lab Bu yo'lida Xudodan so'radim. Xudo qiz berdi. Necha vatandagi nogironli qiz qadrimiz berdi. yo'q. Bu O'smaydi yo'lida ham. Gapi vatandagi yaxshi, tili yaxshi, hurmat izzatimiz yeb yo'q. ichishi yaxshi-yu, bir og'rig'i bor, shu og'rig'i Vatanni tufaylidan sog'indik. katta bo'lmadi deydi. 3 yasharligidan tili chiqishni Mahalladagi boshladi. o'rtoqlari O'tirolmaydi, turolmaydi, lekin gapiradi. Shu darajadaki mehrini men shunday qiz bolani mehrini dedi domla, shu narsada bildimki dedi, tishi chiqib qichish yasa, akasi qo'lini nima qilsa tishlaydi, ayasi qo'lini nima qilsa tishlaydi. Dadasi siz ham qo'lingizni qulma qilib ko'ringchi desa, qo'limni qilsam menikini tishlamaydi dedi. Keyin e'tibor qilman dedi, yig'lab turgan bo'lsa ham men kirib borsam yig'idan to'xtaydi dedi. Tili chiqqanda bildimki, ayasiga aytar ekan, aya dadamga aytib qo'ymayman, meni kasalimman derkan. Kasalligimni dadam bilmasin-a derkan. Nimaga desa, o'ksinib qoladilar, xafa bo'lib qoladilar. Nima deb xafa bo'ladilar desa, meni qizim kasal ekan deb xafa bo'lib qoladilar-da. Hali tuzalaman, aya. Hali tuzalaman, aya. Ro'molchalarini yuvib beraman, paypoqlarini yuvib beraman. Dedi xon bo'ldi. 5 yashar bo'lganda aya ha, menga ham ovqat qilishni o'rgating dedi. Ha, o'tira olmaysiz, tura olmaysiz, yura olmaysiz-ku desa, o'rgatib qo'yavering. Nimaga desa, dadamga shirin ovqat qilib beraman. Qarang. Og'riq dodalodod qilib turgan bo'lsa ham, ayasiga injiqlik qilayotgan bo'lsa ham, og'riqni qattig'idan chidolmay turgan bo'lsa ham, shunday kirsam o'zini soqqa savoladi dedi. 6 yasharida 3 yasharga o'xshab turardi dedi. Qarang, 6 yasharida 3 yasharga o'xshab turardi. Kirsam gaplashib to'ymasdim shu qizim bilan dedi. Qarang, to'ymasdim. Og'riq kuchayib ketdi-yu, doktorga olib borsak, reanimatsiyaga olib kirib ketishdi dedi. Abetlarda kiring deyishdi. Kirsam, doktorlar hayron qolyaptiki, baqir-chaqir og'riqqa chidalmay turdi. Qarang, og'riqqa chidalmay turdi. Siz kirishingiz bilan qarang tuzalib olganga o'xshaysiz. Sizda nima bor desa, dadalik hurmati bor. Meni shunaqa hurmat qiladi bu qizim. Qiynalayotganini derazadan ko'rdim, chekkasidan qarab ko'rdim. Doktorga og'riq qoldiradigan ukol qilib qo'yaveringlar. Qarang, og'riq qoldiradigan ukol qilinglar. Qiynalayotganini ko'ryapsizlar. Og'rimasdan jon taslim qilsin. Men chidalmayapman desam, ukol qilamiz deysa, nima qilyapsizlar debdi. Desa shunaqa og'riq qoldiradigan ukol desa, yo'q, men behush bo'lib qolaman. Otamni ko'rolmay qolaman. Qarang, otamni ko'rolmay qolaman. Og'riqqa chidayman. Ukol qilmaylar deb turib oldi dedi. Ukol qildirishni qilmadi dedi. Bir 12 kechasi kirmasangiz bo'lmaydi, oxirgi nimasi. Nimadandir bir nima qilib atrofga alang-jalang qilib turibdi, kiring deydi. Kirsam yana o'zini tetikka solib oldi. Qizim bo'ldi, kasalligingizni bildim. Endi uni qilib o'zingizni qiynamang desam deydi, ko'zidan shuna yosh oqyapti-da. Dada, menga sarflagan pulingizga, olib bergan ko'ylagingizga, qurchaq o'yinchag'ingizga rozi bo'ling. Men qiz bo'lib bir ro'molchangizni yoki bir paypog'ingizni yuvib bera olmadim. Hech bo'lmasa bitta qiz bo'lib, bitta shirin ovqat qilib bera olmadim. Mendan rozi bo'ling-a? Dedi, ha, men roziman qizim deb ko'zimni oqayotgan yoshda deydi, berkitib sekin teskari qarashimni bilaman. Puf degan ovoz chiqdi. O'ligini ham ko'rsatmadi domla deyapti. Qarang, o'lishini ham ko'rsatmadi qizim deydi. Ana qiz bolani mehri. Nimaga desa, otam o'ksib qolmasin. Bu o'sha ukol qilib qo'ysa, behush bo'lib qolsa, shu otamdan rozilik ololmay qolaman deb turib ukol qildirmagan ekan. Keyin bildim deb.